Jack M4 avtomobili va Gentra avtomobillariga metan gaz o'rnatish narxi nech pul? Videoni oxirigacha kuzatib borsangiz, narx-navosi bo'yicha batafsil ma'lumot berib o'taman. YouTube'da bizni obunachilar 99% obuna bo'lmasdan kuzatishar ekan. So'rab qolamiz, kanalimizga obuna bo'ling. Zero sizlar uchun manfaatli videolarni chiqarishda davom etamiz. Bizni videolarimizga like bosib qo'ying. Zero YouTube ko'proq odamlarga videolarimizni tavsiya qiladi, chunki videolarimizda manfaatli bo'lgan videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Poddelka jihozlar va original jihozlarni, ularning farqlarini aytib o'tamiz. Jack M4 avtomobilimizga ikkita 65 litrlik metan gaz balonni o'rnatib berilyapti tag qismiga va bir dona qo'shimcha 40 litrlik torpeda balonimiz bilan o'rnatib berilyapti. Original balon, kranlarigacha hammasini original jihozlar bilan o'rnatib berilyapti. Oldi qismiga qo'yiladigan jihozlar bilan sizlarni ozgina tanishtirib o'tadigan bo'lsak, farsunkasi italyanskiy rail farsunka, eng sifati yuqori bo'lgan farsunkalarimizdan. Buni birga bir poddelkalari plumbasida va grantida farq qiladi. Rangi, yashil rangi ozgina ochiqroq bo'ladi. O'sha joylariga azizlar ozgina e'tibor berishlaringni so'rab qolgan bo'lar edik. Va miyasi, ya'ni blok boshqaruvi Stag Gofaz 200 Polshada ishlab chiqarilgan miyamiz eng sifati zo'r, legenda bo'lgan miyalarimizdan hisoblanadi. Reduktori X original reduktori bilan o'rnatdik. Buni bilgan biladi, sifati juda ham yaxshi, o'zini uzoq yillar xizmat qilishi bilan ko'rsatib kelmoqda bu X reduktorimiz. Azizlar, buni narxini ikkita 65 litrlik va bitta 40 litrlik torpeda bilan 9.400.000 mingga original qilib o'rnatib berdik hamma jihozini. Gentra avtomobiliga 100 litrlik metan gaz balonni mustahkam chanaga chiroyli qilib o'rnatib beryapmiz. Akamiz Toshkent shahridan kelishgan, bizga ishonib ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib bizni ishimizga qoyil qolib kelgan. Oldiga qo'yiladigan reduktorlarimiz Laido original reduktorimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan va salonda ko'rsatib turuvchi, buni ham sifati yaxshi kulchatalar bilan o'rnatib berilyapti. Azizlar, buni narxini 100 talik metan gaz balon bilan 3-pakelina qilib 3.400.000 mingga o'rnatib berildi. Bizda yana bir avtomobil, Nexia 3 avtomobilimizga 90 litrlik metan gaz balonni mustahkam chanaga chiroyli qilib o'rnatib beryapmiz. Oldi jihozlariga 3-pakelina qilib o'rnatib berilyapti. Original zapravishni va original reduktori bilan o'rnatib berilyapti. Buni narxini azizlar 3.600.000 so'mga o'rnatib berilyapti. Bizda Matiz avtomobiliga 65 litrlik metan gaz balon o'rnatish boshlandi. Bunga ham 3-pakelina qilib original jihozlar bilan o'rnatib beryapmiz azizlar 3.200.000 so'mga. Bizda Tracker avtomobiliga 90 litrlik metan gaz balonni Navoiyda ishlab chiqarilgan koreyskiy balon bilan o'rnatib berilyapti. Mustahkam chanaga chiroyli qilib, mustahkam qilib o'rnatib berilyapti. Buni oldiga qo'yilgan jihozlari o'sha panda, ya'ni zajiganasini programmani o'rnini bosuvchi panda bilan o'rnatib berilyapti. X original reduktor farsunkalari, alohida farsunkalar, eng sifati yuqori bo'lgan Polshada ishlab chiqarilgan farsunkalarimiz. Azizlar, buni narxini 5.700.000 mingga o'rnatib berildi. Manzilimizni qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, Betonkadan kirishda Sardobadan Qovunbozordan o'tganda to'g'ri 18 kilometr trassada mana shu ko'prikchadan o'tib kelasizlar azizlar. Yevropa gaz servisga mashinalaringga eng sifatli jihozlar bilan o'rnatib beramiz kesalaring. Bu yog'i Toshkentdan kelishda svetofordan o'ngga qayrilib 1,5 kilometrda bitta qayrilib olish bor. Mana shu qayrilib olishdan shunday
Mana shu ko'prikchadan o'tib kelsalaring bo'ladi bizni ishxonamizga. Azizlar, bizda yolg'on yaxshilik yo'q, hammasi ro'y-rost. Siz xohlagan jihozni tanlaysiz, biz o'rnatib beramiz o'sha jihozlar bilan. Azizlar, sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yevropa Gaz doim sizlarga sifatni tavsiya qiladi. Tanlovda adashmanglar, mana shu X originalda birga bir lyuks poddelka varianti bo'ladi. Buni birinchi marta ko'rgan odam umuman ajrata olmaydi farqini. Mana yaxshilab ko'rsalaring, farqlari bor. Mana o'sha rail falsunkani birga bir lyuks Xitoy versiyasi. Ko'rsalaring, farqlash juda ham qiyin bo'ladi. Bu Xitoyniki. Korobkani ochilishida ham farqlasalaring bo'ladi. Mana sariq rangda chiqadi ochganingizda. Mana sizlarga dalil isboti bilan ko'rsatib o'taman. Nima farqi bor deyishyapti ko'plar. Bir xil deyishadi. Yo'q, azizlar, bu mana bu Xitoyda birga bir lyuks kopiyasi. Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bu Xitoyga yo'q, italyanskiga bir xil qilib ishlab chiqarilgan mana. Mana bu italyanski bo'ladi. Ochilishida farqi bor o'zi. Mana korobkaning rangilarida ozgina buni mana yashil joyi ozgina ochiqroq yashil. Buniki salgina to'qroq.